Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyodagi eng pok inson edilar. Agar sehr pok insonga ta'sir qilmasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mutlaqo ta'sir qilmasligi kerak edi. Ammo u zot shuncha duo o'qisalar ham, Allohning habibi bo'lsalar ham, ikki olamning sarvari bo'lsalar ham, dushmanlar tomonidan qilingan sehr ta'sir qildi. Mana shundan kelib chiqadiki, katta ketmaylik. Men namozxonman, hech narsa qila olmaysan. Yo'q, Alloh xohlasa imtihon uchun sizga ham ta'sir qilib qolishi mumkin. Payg'ambarimiz alayhisolamga ham imtihon uchun ta'sir qildi va payg'ambarimiz alayhisolamdan rivoyat qilinadiki, sehr ta'sir qilganligini, bir ishni qilsalar qilmagandek bo'lib qolardilar. Rasululloh deysa, namoz o'qib turib, namoz o'qidimmi deb ikkilanib qolar edilar. Tahorat qilib turib, tahorat qildimmi yoki yo'qmi deb ikkilanib qolar edilar. Demak, mana shunaqa shubhalar paydo bo'laversa, bu sehr joduning alomati bo'lib qoladi.